Hammaga salom. Otamiz har birlaringizni marhamatlasin. Sizlar bilan yana ko'rish nasib qilganligidan xursandman. Bugun yana sizlar bilan muqaddas kalomdan bir parchani o'rganmoqchiman. Bu orqali Xudo bizga gapirsin. Bu orqali muqaddas ruh har birimizni qalbimizga teginsin. Men hozir aloqa yaxshi bo'lmagan joydaman. Shu uchun ovozim eshitilmay qolsa menga xabar bering. O'zim gapirib qolmasligim uchun. Kelinglar, men birinchi muqaddas kitobdan bir parchani o'qiyman. Hozir qancha vaqtiga ulguraman men bilmayman. Shu uchun o'zim yetkazmoqchi bo'lgan hamma oyatlarni o'qiyman. 11 ta oyat o'qiyman, lekin agar ulgurmasam 6 tasi bilan tugataman. Bu Matto kitobi 11-bob. Matto kitobi 11-bobda juda qiziq bir hikoya bor. Bu Yahyo payg'ambarni Iso Masihga shogirdlari orqali bir savol bilan murojaat qilganligi va Iso Masih xalq bilan gaplashganligi haqidagi hikoya. Men 11-oyatgacha o'qiyman. Matto kitobi 11-bob, 1-oyatdan 11-oyatgacha. Iso 12 shogirdiga ko'rsatmalarni berib bo'lgandan keyin yaqin atrofdagi shaharlarda ta'lim berish va va'z aytish uchun ketdi. Yahyo bu paytda zindonda edi. U Isoning qilayotgan ishlarini eshitib, shogirdlarini Isoning oldiga shunday savol bilan yubordi: "Keladigan zot sizmisiz yoki biz boshqasini kutaylikmi?" Iso Yahyoni shogirdlariga shunday javob berdi: "Boringlar, ko'rib eshitayotganlaringizni Yahyoga aytinglar. Ko'rlar ko'rmoqda, cho'loqlar yurmoqda, teri kasalligiga chalinganlar tuzalmoqda, karlar eshitmoqda, o'liklar tirilmoqda, yo'qsillar xushxabarni eshitmoqda. Mendan yuz o'girmaganlar naqadar baxtlidir." Yahyoning shogirdlari ketayotganlarida Iso olomonga Yahyo haqida gapirdi. "Sahroga nimani ko'rgani bordingizlar? Shamolda hilpirab turgan qamishmi? Xo'sh, nimani ko'rgani bordingizlar? Bashang kiyingan odamnimi? Bashang kiyinganlar shoh saroyida bo'ladi-ku. Unday bo'lsa nimani ko'rgani bordingizlar? Payg'ambarmi? Ha, sizlarga shuni aytay, sizlar payg'ambardan ham ulug'ini ko'rdingizlar. U haqda shunday yozilgan: Mana, sendan oldin o'z elchimni yuboryapman. U sen uchun yo'lni hozirlaydi. Sizlarga chinini aytay, bu butun inson zoti orasida Yahyo cho'mdiruvchidan ulug'i yo'q. Ammo osmon shohligida eng kichik hisoblangan odam ham undan ulug'roqdir." Amin. Bu bilan hikoya Isoning javobi tugamaydi, lekin men shu yerda tugatishga qaror qildim. Bu Xudoning kalomi. Kelinglar, birgalikda ibodat qilsak. Xudo toki mana shu so'zlari orqali bizga gapirsin. Osmondagi Otajon, o'g'ling Iso nomi bilan senga ibodat qilamiz. Rahmat muqaddas kaloming uchun. Rahmat muqaddas kaloming bizni kunimizgacha yetib kelganligi uchun va biz ona tilimizda, o'zimiz uchun tushunarli bo'lgan tilda bu kitobni o'qiy olamiz. Bu Xudoyim insoniyatga sening yo'llagan maktubing, bizning otajonimizni bizga yuborgan xati va sening kaloming tirik, sening kaloming dudama qilichdan-da o'tkirroq, sening kaloming jon bilan ruhni orasiga, suyak bilan ilikni bo'lguday suqilib kirib, nima tanadan, nima dunyodan, nima bizdan, nima sendan, nima ruhdan Xudoyim bizga gapiradi. Xudovand, seni kaloming bugun ham ishlasin. Bugun ham har bir farzandingga dalda bergin. Xudoyim, bugun ham har bir farzandingga gapirgin. Seni ovozingni eshitish uchun bizda quloqlar bo'lsin. Seni so'zlaringni qabul qilish uchun bizda yuraklar bo'lsin. Va Xudoyim, biz o'z-o'zimizni aldab faqat tinglovchilari bo'lmaylik. Hozir mana shu sen kaloming orqali bizga gapiradigan so'zlarni amalda qo'llaydigan odamlar ham bo'laylik, Xudoyim. O'g'ling Iso Masih nomi bilan senga ibodat qilamiz. Amin. Demak, juda ham qiziq parcha. Bu yerda Yahyo payg'ambar Iso Masihga ikkita shogirdini yuborgan parcha. Yahyo payg'ambar eslaringizda bo'lsa, u Elizabet bilan Zakariyaning o'g'li Iso Masihdan Iso Masihdan bir necha oylik katta va Iso Masihdan oldinroq u xizmatini boshlagan. U
onasini qornida bo'lgandayoq Maryam Elizabetani oldiga kelganda qornida o'ynoqlab ketgan. Undan keyin biz Yahyoga duch kelgan vaqtimizda u cho'lda, sahroda xizmat qilayotgan edi. Tuyani junidan kiyim kiyadigan, chigirtka bilan yovvoyi asal bilan oziqlanadigan, xalqqa ta'lim beradigan, xalqqa gunohlariga tavba qilishligini, chunki osmon shohligi yaqinlashganligi haqida gapiradigan odam edi. Undan tashqari biz muqaddas kitobdan bilamiz, Yahyogacha hech kim suvga cho'mdirish qilmagan, Yahyo bo'lsa suvga cho'mdirish amaliyotini boshlagan. Endi uni oldiga kelgan odamlar endi nima qilar edi? Gunohlariga tavba qilib, Xudoning orqasidan ergashmoqchi ekanligini aytib, ular suvga cho'mar edi. Va kunlardan bir kun Iso Masih ham keladi. Iso Masihga u aytadi, siz men emas, men sizda cho'mishim kerak deydi. Va osmon ochilib, osmondan kaftar tushganligini, Isoning ustiga qo'nganligini va osmondan bir sado eshitilib, bu mening suyukli o'g'limdir va men undan mamnunman degan xabarini eshitadi. Mana o'shanda Yahyo aytadi, men odamlarni faqat suvga cho'mdiryapman, lekin meni ortimdan kelayotgan bir zot u odamlarni muqaddas ruhga va olovga cho'mdiradi. Uning panshaxasi qo'lida turibdi. U bug'doyni xirmonga, somonni esa so'nmas olovga yuboradi. Bugundan boshlab hosil keltirmagan har bir daraxtning ildizida bolta yotibdi deb ta'lim beradigan ustoz edi, o'qituvchi edi, payg'ambar edi. Va biz hozir o'qigan parchadan ko'rdikki, Iso Masihning o'zi aytayapti, onadan tug'ilgan payg'ambarlar orasida Yahyodaqasi yo'q edi. U barcha onadan tug'ilgan payg'ambarlar orasidagi eng buyugi, eng ulug'i edi. Lekin bir kun bir voqea yuz beradi. Hirot bir kun akasini uyiga borib, xotinini yaxshi ko'rib qoladi-da, keyin unga uylanib oladi. Shunda Yahyo aytadi, sen akangni xotini bilan yashashing yaxshi emas deb uni fosh qiladi. Lekin bu fosh qilganligi uchun uni qamab qo'yadi. Biz Matto kitobi bo'yicha oxirgi marta Yahyo payg'ambarni 4-bobda ko'rgan edik. Mana endi hozir bizlar 11-bob Matto kitobida biz Yahyo bilan ko'rishdik. Bu orada u qamalib qolgan. Endi 14-bobda u qatl qilinadi. Mana Yahyo payg'ambar haqidagi kichik hikoyamiz. Yahyo payg'ambar qayerda xizmat qilgan? Yahyo payg'ambar esingizda bo'lsa, u cho'lda xizmat qilgan, u kenglikda xizmat qilgan, u dalada xizmat qilgan. Unga har doim yuziga shabada urib turadigan joyda xizmat qilgan. U qo'rqmas edi, u botir edi. Lekin uni hayotida bir qiziq voqea yuz berdi. Cho'lda, kenglikda, dalada xizmat qilgan xizmatchi bir kun u qamoqqa tushib qoldi. 4-bobdan keyin u qamalgan bo'lsa, 11-bobgacha qancha vaqt o'tdi men aniq bilmayman. Balki Yahyo payg'ambar qamalgandan keyin 6 oy o'tgandan keyin bu xabarni yuborayotgandir. Balki undan kamroqdir, balki ko'proqdir. Lekin qanchadir masofada u qanchadir vaqt o'tgandan keyin bu xabar bilan Iso Masihga shogirdlarini yubordi. O'sha vaqtda zindonlar bu yerning tagida joylashgan edi. Yerning tagidagi zax joyda, qorong'u joyda, zindonda yotgan Yahyo bir kun ikkilandi. Bir kun unga shubha keldi, bir kun unda savollar paydo bo'ldi. Bir kun u savollar bilan Iso Masihga xabar yubordi. Mana shu parchani biz ko'rib chiqyapmiz. Butun tekstga, matnga kirishdan oldin 1-oyatga qarasak, 1-oyatda Iso 12 shogirdiga ko'rsatmalar berib bo'lgandan keyin yaqin atrofdagi shaharlarga ta'lim berish uchun va va'z aytish uchun o'zi ham ketadi. 10-bob Matto kitobida Iso Masih shogirdlariga hokimiyat berib, ularni ikkita qilib xizmatga yuborgan edi, ko'rsatmalar bergan edi. Mana 11-bobda shogirdlari ketgandan keyin ham Jalilaga xizmat qilgani Iso Masihning o'zi ham ketyapti. Mana
Tasavvur qiling, Yahyo Yahyo nima uchun ikkilangan bo'lishi mumkin? Yahyo bir necha vaqt o'tgandan keyin Yahyoning ikkilanishi nimadan kelib chiqqan bo'lishi mumkin? Chunki Iso Masih haqidagi eski ahddagi bashoratlar bo'yicha, Dovud bilan qilingan ahd bo'yicha Dovudga Xudo aytgan edi, sening zurriyotingdan bo'lgan bittasi taxtga o'tiradi va uning shohligi abadiy bo'ladi, u abadiy podshoh bo'ladi. Endi Yahyo payg'ambar ham Iso Masihni suvga cho'mdirgandan keyin mana u hukm qiladi, uning panshaxasi qo'lida, u xirmonni va somonni bir-biridan ajratadi, u ruhga va olovga cho'mdiradi deb Iso Masih haqida bashorat qilgan vaqtida bu hozir amalga oshadi, bu yaqin kunlarda amalga oshadi. Mana Jaliladan endi Iso Masih Quddusga boradi-yu, Quddusda taxtga o'tiradi, Rimning hukmronligini ag'darib tashlaydi va Isroilni qullikdan ozod qiladi. Biz kutgan haqiqiy eski vaqtda 300 martalab bashorat qilingan haqiqiy podshohimiz keldi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Lekin oradan vaqt o'tayapti, Iso Masih qishloqdan qishloqqa xizmat qilib, odamlarga xushxabar aytib, odamlarni shifolab yuribdi. Biz muqaddas kitob bo'yicha bilamiz, Iso Masih, men hozir hamma joyda ochtirib o'qimayman, 3 marta Quddusda bo'lganligini bilamiz. Iso Masih 3,5 yil xizmat qilganligini aniqlash uchun bizlar 3 marta Fisq bayramiga Quddusga kelgan Isoni ko'ramiz. Shundan biz bilamiz 3,5 yil xizmat qilganligini. Mana oradan vaqtlar o'tayapti, Quddusga bir necha martalab borib kelyapti, lekin uning vazirida Hirotga qarshi, Pilatga qarshi biror narsani eshitmayapti. Rimning qulligidan ozod qilish haqida Iso Masih hech narsa qilmayapti. Iso Masihni o'sha vaqtda kutgan odamlar u qilich bilan keladi deb o'ylagan edi, lekin Iso oddiy xush xabar bilan, muloyim ruh bilan kelgan edi. Esingizda bo'lsa, Iso Masihning shogirdlarini har doim bahslashadigan bitta mavzusi bor. Ular aytadi, sen shohlikka o'tirgan vaqtingda men o'ng tomoningga, men chap tomoningga o'tiraman. Meni o'g'lim o'ng tomoningga, chap tomoningga o'tirsin. Oramizda kim katta? Hattoki Iso Masih o'lib tirilgandan keyin ham shogirdlarini birinchi bergan savollaridan biri, endi seni shohligingni tiklaydigan vaqt keladimi? deb aytadi. Ular har doim mana shu yer yuzida, Quddusda ko'rinadigan shaharda Iso Masih shohligini tiklaydi deb o'ylaydi. Ular eski ahddagi Iso haqidagi bashoratlarni to'liq tushunmagan edi. Esingizda bo'lsa, Doniyor kitobida bir Doniyor Navuxudonosorni ko'rgan tushini ta'bir qilgan vaqtda tog'dan tushgan tosh haykalni vayron qilib, butun yer yuzini egallab olish kerak edi. Isoni shohligi, ko'rinmaydigan shohligi butun yer yuzini egallab olishligini tushunmagan edi. Mana shundan unda tushkunlik paydo bo'ldi. Mana shunda ikkilanish paydo bo'ldi. Mana shuning uchun u shogirdlarini Isoning oldiga yuboryapti. Lekin juda ham qiziq narsa bor bu yerda. Juda ham qiziq narsa bor. Yahyo bu paytda zindonda edi. U Isoning qilayotgan ishlarini eshitib, shogirdlarini Isoning oldiga shunday savol bilan yubordi. Keladigan zot sizmisiz yoki biz boshqasini kutaylikmi? Tasavvur qiling, Yahyo qanchadir vaqt yotdi, zindonda, qorong'ulikda, qiyinchilikda, vaqt o'tayapti, Iso Masih uni ozod qilmayapti, balki uni boshida bir umidlari bo'lgan bo'lsa kerak, lekin asta-sekin shubha aralashdi boshladi va u shogirdlarini chaqirdida, men aniq bilmayman, lekin shogirdlarini chaqirib turib shogirdlariga balki u aytdi, bilasizlarmi? Men Iso Masihni suvga cho'mdirdim. Iso Masih haqida menga onam shunday hikoyalarda aytib bergan, Elizabetda onam. Va men Iso Masihni suvga cho'mdirgan vaqtimda men aniq ko'rdim, osmondan kaptar keldi, muqaddas ruh unga tushib keldi. Men osmondan aniq ovozni eshitdim. U Masih ekanligini bilardim. Men qayerdadir xato qildimmikin?
Men shubhalanyapman, men ikkilanyapman. Borib aytinglar qani? Keladigan zot sizmisiz yoki biz boshqasini kutaylikmi? Keladigan zot sizmisiz yoki biz boshqasini kutaylikmi? Bilasizlarmi? Mana shu joydan sizlar bilan ba'zi narsani o'rganamiz. Birinchi o'rganadigan narsamiz yer yuzidagi payg'ambarlar orasidan eng buyugi bo'lgan Yahyo payg'ambar ikkilangan bo'lsa, shubhalangan bo'lsa, siz bilan meni ham yuragimizga shubhalar keladi. Siz bilan meni ham yuragimizda ikkilanishlar bo'ladigan vaqtlar bo'ladi. Bundan uyalmaslik kerak, bundan qo'rqmaslik kerak. Va yovuz shayton har doim bizni Xudoyimizga nisbatan shubhaga solishga, Xudoyimizning xarakteri, xislatlariga qarshi bizda shubha uyg'otishga harakat qilib kelgan. Esingizda bo'lsa, Odam Ato bilan Momo Havvo gunoh qilayotgan vaqtida shayton keladida Momo Havvoga aytadi, Xudo mana shu daraxtlarni hech qaysidan yema deb aytdimi? Yo'q, hammasidan yeyishimiz mumkin, faqat bitta daraxtni taqiqlagan, shundan yemasligimiz kerak. Shayton aytadi, yesak uni yegan kunimiz o'larkanmiz. Shayton aytadi, yo'q, o'lmaysizlar. O'lmaysizlar, agar uni yesanglar, sizlar Xudoga o'xshab yaxshilikni yomonlikdan ajratadigan bo'lib qolasizlar. Mana boshqacha qilib aytganda shayton aytayapti, yo'q, Xudo sizlarni sevmaydi. Xudo sizlarni qadrlamaydi. Xudo agar sizlarni sevganda hamma narsani sizlarga bermasmidi? Agar siz sevimli bo'lganingizda sizdan taqiqlangan nimadir bo'lgan bo'larmidi? Yo'q, Xudo siz unday bo'lishingizni xohlamaydi. Xudo siz unday aqlli bo'lishingizni, dono bo'lishingizni, yaxshini yomondan ajratadigan bo'lishingizni xohlamaydi. U sizni sevmaganligi uchun, sizga g'amxo'rlik qilmayotganligi uchun, sizdan qizg'anganligi uchun o'sha mevani yeyishni sizga taqiqlagan. Mana shayton mana shu strategiyasini, mana shu tuzog'ini bugungi kungacha iymonlilarni hayotida ishlatib kelyapti. Yovuz shayton bugungi kungacha iymonlilarni Xudo haqida shubha qilishga undab kelyapti. Bilasizmi, siz bilan men ham ba'zida zindonda qolib ketamiz. Siz bilan men ham ko'p ibodat qilamiz, ibodatimizni javobini eshita olmaymiz. Bizda atrofimizda vaziyatlar o'zgarib ketadi. Biz aytamiz, Xudo sen qanisan? Xudo sen nimaga javob bermayapsan? Xudo va bilasizmi, biz Isoni Masih ekanligiga ikkilanmasligimiz mumkin, lekin ba'zida iymonlilarga Xudo rostdan ham sizni sevadimi? Rostdan ham u sizga g'amxo'rmi? Rostdan ham u siz haqingizda qayg'uradimi? Rostdan ham siz unga suyana olasizmi? Rostdan ham u mehribonmi? Agar u mehribon bo'ladigan bo'lsa, nimaga farzandingiz kasal bo'layapti? Nimaga boshingiz muammodan chiqmayapti? Nimaga unda yetishmovchilikda yashayapsiz? Nimaga atrofdagilar gullab yashnab ketyapti? Nimaga tushunyapsizmi? Yovuz shayton mana shunday fikrlar beraveradi va biz Masihga, uning qudratiga, uning ulug'vorligiga, uning g'amxo'rligiga, uning sevgisiga, mehribonligiga shubha bilan yuragimiz to'lishi mumkin. Mana Yahyo payg'ambar bilan ham shunday voqea sodir bo'ldi. Yahyo payg'ambar ham Iso Masihga qaragan vaqtida u kutgan Iso bo'lmay chiqqan vaqtida u xohlaganday Iso yashamayapti. U xohlaganday xizmat qilmayapti. U xohlaganday qullikdan ozod qilmayapti, zindondan ozod qilmayapti. Shunda u savol bilan murojaat qildida u aytdiki, kelish kerak bo'lgan sizmi yoki biz boshqasini kutaylikmi? Kelish kerak bo'lgan sizmi yoki biz boshqasini kutaylikmi? Birinchi siz bilan men o'rgangan narsamiz, agar Yahyo payg'ambar ota-onadan tug'ilgan payg'ambarlar orasidagi eng buyugi ikkilangan bo'lsa, bizni ham yuragimizga shubha oralashi mumkin. Lekin ikkinchi biz o'rganadigan narsamiz nima? Yahyo payg'ambar Isoning oldiga odam yuborgandek,
shubha va gumonlar bilan Isoni oldiga keling. Ikkinchi biz o'rganadigan narsamiz, Yahyo payg'ambar qarang, u shunday xalqni orasida xizmat qilgan odam aytsa bo'lar edi. U aytsa bo'lar edi, men qanday kim degan odam bo'laman keyin? Hozir hamma meni ikkilanganligimni bilib qoladi-ku keyin. Meni obro'yim tushib ketadi-ku. Tushunyapsizmi? U hech narsa aytmadi. U shogirdlari ham juda qiziq ekan. Shogirdlari ham kelib turib Isoni ozgina chetga olib, Iso bilan chetda va'zini tugatgandan keyin, xizmatini tugatgandan keyin aytsa bo'lar edi. Rabbi Iso Yahyo payg'ambar bir gap aytvordi, shuni siz bilan alohida bir gaplashib olishimiz kerak desa bo'lar edi. U shogirdlari ham kelib hammani oldida buni gapirdi va Iso Masih ham bunga javob berdi. Mana shu joyda ikkinchi narsa biz o'rganayotgan narsamiz Isoning oldiga keling. Isoning oldiga keling. Yahyo payg'ambar nima uchun shubhalandi? Yahyo payg'ambar Iso haqidagi kutganlari o'zini oqlamagan vaqtida shubha keldi. Undan tashqari nima uchun yana shubhalandi? U zindonda yotgan vaqtida, azob chekayotgan vaqtida, u hamma joydan uzilib qolgan vaqtida uning yuragiga shubha keldi. Biz ham qaysi vaziyatlarda shubhalanishimiz mumkin? Qachon bizni yuragimizga shubha aralashishi mumkin? Birinchi narsa, biz Xudodan u va'da qilmagan narsalarni kutgan vaqtimizda yoki uning harakatlari bizning rejamizga to'g'ri kelmagan vaqtida bizni ham yuragimizda shubha aralashishi mumkin. Biz o'ylaymiz ba'zida Xudo mening qaysidir muammoyimni hozir hal qilib yuboradi deb o'ylaymiz. Qaysidir qiyinchilikdan biz ozod bo'lib ketamiz deb o'ylaymiz. U qudratli-yu. U hozir kelib bir og'iz so'z aytsa hamma narsa joyiga tushib ketadi-yu deb o'ylaymiz, kutamiz. Lekin Xudo nima uchundir jim turgan vaqtida yoki bo'lmasa men aytganimdek harakat qilmagan vaqtida bizni yuragimizga shubha aralaydi. Ikkinchi narsa, nima uchun bizda ba'zida shubha keladi? Biz shaxsan azob chekkan vaqtimizda, tushkunlik davrlaridan o'tayotgan vaqtimizda, bizda kasallik bo'lgan vaqtida, birorta yaqinimizni yo'qotgan vaqtimizda, bizda moddiy tomondan qiyinchilik bo'lgan vaqtida, hissiy bizlar azob chekayotgan vaqtimizda biz savol beramiz. Xudo, sen qayerdasan? Nima uchun meni hayotimda bunaqa narsalar bo'layapti? Sen meni rostdan ham sevasanmi? Yoki bo'lmasa uchinchi vaziyat, qachon bizni qalbimizga shubha aralaydi? Xudo juda sekin harakat qilayotgandek tuyulganda yoki birdaniga kutilmaganda harakat qilgan vaqtida. Ba'zida bizlar ibodat qilamiz, Xudo javob bermayotgandek, asta harakat qilayotgandek, tezroq bo'lsa edi. Mana ba'zida bo'lsa Xudo birdaniga kutilmaganda hayotimizda bir ish qiladi, biz bundan hayron qolamiz, tushunmaymiz. Ba'zida bo'lsa to'rtinchi vaziyat, qachon bizni yuragimizga shubha aralaydi? Bizni atrofimiz, dunyo bizlarga bosim bergan vaqtida. Biz atrofimizga qarab boshqalar bilan o'zimizni solishtirgan vaqtimizda yovuz shayton kelib bizni baxtsizligimizni, bizni yuzimizga solgan vaqtida, biz boshqalarga o'xshamagan, boshqalardan kamchilik bo'lgan tomonlarimizni bizga ko'rsatib, bizni ayblagan vaqtida bizda tushkunlik paydo bo'ladi. Lekin bularga qaramasdan biz Rabbimiz Iso Masihga borishimiz kerak. Agar bugun siz zindonda bo'lsangiz, agar hayotingizda nimadir bo'layotgan bo'lsa, siz tushunmagan vaziyat bo'layotgandir. Balki siz bugun Xudoning sevgisiga uncha ishonmayotgandirsiz. Balki u mehribonligiga uncha ishonmayotgandirsiz. Balki siz o'ylayotgandirsiz, Xudo menga g'amxo'rlik qilmaydi. Balki siz aytayotgandirsiz, Xudo meni tashlab qo'ydi. Balki bugun siz xafadirsiz, xafachilik yuragingizni to'ldirgandir.
Men bilmayman bugun siz qanday vaziyatdan o'tyapsiz. Bugun siz o'zingizni zindoningizda bo'lsangiz kerak. Va bu zindondan chiqing, Isoni oldiga boring. Agar bu zindondan chiqa olmasangiz, shogirdingizni, do'stlaringizni, birodarlaringizni Isoni oldiga yuboring. E'tibor bering, Yahyo shogirdlaridan uyalmadi, u haqida nima deyishi haqida o'ylamadi. Siz ayting: "Do'stim, ukam, birodarim, azizim, men uchun ibodat qilgin. Men to'g'risini aytsam, Iso Masih meni sevishiga ishonmayapman, g'amxo'rligiga ishonmayapman, mehribonligiga ishonmayapman, ta'minotchiligiga ishonmayapman. Meni yuragimda yara bor, og'riq bor, qiyinchilik bor, umidsizlik bor. Men kelajagimni ko'ra olmayapman. Iltimos, men uchun Isoga borgin. Iltimos, men uchun meni himoyamda turgin. Men haqimdagi xabarni Rabbiga yetkazgin. Undan so'ragin." Azizlar, bugun bizlar kuchli iymonli bo'lib ko'rinish uchun yuragini ochmaydigan odamlarmiz. Kuchli iymonli zaifligimizni boshqalarga ko'rsatishdan qo'rqadigan odamlarmiz. Qo'rqmang, odamlar siz haqingizda nima deb o'ylashini, bu siz uchun eng muhim narsa bo'lmasin, azizlar. Siz qanday bo'lsangiz, shunday Xudoni oldiga keling. U shundoq ham ko'rib turibdi unga nisbatan yuragingizda o'tayotgan narsalarni. U shundoq ham ko'rib turibdi tinmay sizga yovuz shayton shivirlayotganligini. Uni oldiga keling. U sizning otajoningiz. U sizni tushunadi, eshitadi, qabul qiladi, dalda beradi. U sizni kutyapti. Mana Iso Masihni oldiga shogirdlari keldi. Iso Masihni oldiga shogirdlari keldida, keladigan zot sizmisiz yoki biz boshqasini kutaylikmi? Iso Yahyoni shogirdlariga shunday deb javob berdi: "Boringlar, ko'rib eshitayotganlaringizni Yahyoga aytinglar. Ko'rlar ko'rmoqda, cho'loqlar yurmoqda, teri kasalligiga chalinganlar tuzalmoqda, karlar eshitmoqda, o'liklar tirilmoqda, yo'qsillar xushxabarni eshitmoqda. Mendan yuz o'girmaganlar naqadar baxtlidirlar." Mana Yahyoga Iso Masihning berayotgan javobiga e'tibor bering. Boringlar, ko'rib eshitayotganlaringizni Yahyoga yetkazinglar. Mana judayam Iso Masihning javobidagi qiziq narsa nima edi, bilasizlarmi? Iso Masih Yahyoga javob berayotgan vaqtida hamma narsani tushuntirib bermadi. U 5-oyatda yozilgan ko'rlar ko'rmoqda, cho'roqlar yurmoqda, teri kasalligiga chalinganlar tuzalmoqda, karlar eshitmoqda degan xabar bu Ishaya kitobi 35-oyatdan iqtibos keltiryapti. Boshqacha qilib aytganda, Yahyoga borib aytinglar, u Ishaya kitobini o'qisin. Yahyoga borib aytinglar, Ishaya 35-bobni ochsin. Borib aytinglar, 5-6-oyatga qarasin. U yerdagi so'zlarni o'qisin. U yerda Iso Masih qayta kelganda nima bo'lishi haqida yozilgan. Ko'rlar ko'radi o'shanda, cho'loqlar yuradi o'shanda, teri kasalligiga chalinganlar tuzaladi, karlar eshitadi o'shanda. Undan tashqari borib Yahyoga aytinglar, 61-bob Ishaya kitobini ochsin. Xudovandning ruhi menga yor, u meni muqaddas moyladi. Bechoralarga mujda yetkazmoq uchun, dilabgorlarga shifo bermoq uchun meni yubordi. Iso Masih kelgan vaqtida nima sodir bo'lishi kerakligi haqidagi boshqa oyat bilan Yahyoga dalda beryapti. Yahyoga bir so'z bilan aytganda aytayapti: "Seni meni podsho bo'lishimni kutayotgan eding, qullikdan ozod qilishimni kutayotgan eding. Lekin men haqimda sen ko'rmagan bashoratlar bor. Mana men kelganimda karlar tuzalish kerak, shifolanish kerak, challar yurish kerak. Mana atrofda bular bo'layapti." Va bilasizlarmi, bu joydan siz bilan men o'rganamiz. Xudoning kalomidan dalda olaylik. Rabbiy Isoni oldiga kelib savollar bilan kelgan vaqtimizda Rabbiy Iso qayerdan gapiradi sizga? Xudoning kalomidan gapiradi. Agar bugun siz Isoning sevgisiga
shubhalanayotgan bo'lsangiz, Rimliklar 5-bobga borganingizda aytadi, biz dushmanlar, yo'qolganlar, chorasiz bo'lgan vaqtimizda Masih biz uchun o'ldi. Shu orqali Xudo bizga bo'lgan muhabbatini isbotladi deydi. O'zingizda yolg'iz, tark etilgan, his qilgan vaqtingizda muqaddas kalomga borsangiz, muqaddas kalom sizga aytadi, men seni hech tark etmayman, hech qachon yolg'iz qoldirmayman, hech yetim qoldirmayman deb aytadi. Yovuz shayton sizga kelib sizni aldaydi. Yovuz shayton sizga aytadi, hamma narsadan yeyishing mumkin deydi Yovuz shayton. Lekin Xudo aytadi, yo'q, bu daraxtning mevasidan yemagin deydi. Yoki bo'lmasa shayton aytadi, sen zaifsan, sen kuchsizsan, sen qo'lingdan hech narsa kelmaydi deydi. 2-Timotiy 1:7 aytadi, men senga g'alaba, kuch-qudrat va sevgi ruhini berganman deb aytadi. Shayton sizga keladi, aytadi, sen gunohkorsan, sen kechirimga noloyiqsan deydi. Xudo bo'lsa 1-Yuhanna 1:9 aytadi, men sizlarni kechirganman deydi. Shayton keladida sen rad etilgansan deydi. Efesliklar 1:6 sizga aytadi, sen qabul qilingansan deydi. Shayton keladida sizga aytadi, sen hech narsani amalga oshira olmaysan, seni kuching yetmaydi, sen yiqilasan, sen qoqilasan va yo'q bo'lib ketasan deydi. Xudo bo'lsa 2-Korinfliklar 12-bob 9-oyat orqali sizga aytadi, sizga bergan inoyatim yetarli. Hammasidan o'ta olasiz. Shayton sizga aytadi, sizning kelajagingiz yo'q deydi. Yeremiya kitobi 29-bob 11-bobga borganingizda, men sen uchun yorqin kelajakni va umidni tayyorlab qo'yganman deydi. Shayton aytadi, sen yolg'izsan deb aytadi. Matto kitobi 28-bob 20-oyatida qarang, to dunyoning oxirigacha men sizlar bilan birga bo'laman deb aytadi. Azizlar, bugun Yahyo shubhalar bilan Isoni oldiga kelganda Iso uni eshitdi, uning xabarini eshitdi va uning xabariga Ishaya kitobi 35-bob, Ishaya kitobi 61-bobdan 2 oyatni yubordi. Boringlarda bu 2 oyatni unga yetkazinglar dedi. Bugun tushkunlik vaqtidamisiz? Birinchi, bundan uyalmang, buni tan oling, Isoni oldiga boring. Ikkinchi, muqaddas kalom haqiqatlari siz uchun muhim bo'lsin. Muqaddas kalom haqiqatlari sizning vaziyatingizdan ustun bo'lsin. Siz tushunmayapsiz, atrofingizda ba'zi narsalar bo'layapti, lekin muqaddas kalomga qaraganingizda Xudo haqida ba'zi yozilgan fikrlar bo'lganda, amin, men buni qabul qilaman, men bunga ishonaman deb ayting. Uchinchi narsa, biz bu yerdan ko'rayotgan narsamiz, Iso Masih nima dedi? Iso Masih aytdi, borib, ko'rib, eshitayotganlaringiz haqida unga aytinglar dedi. Ko'rib, eshitayotganlaringiz haqida unga aytinglar. Bugun bilasizmi, agar sizni hayotingizda bir tushkunlik bo'layotgan bo'lsa, qiyinchilik, bugun o'z zindoningizdan Xudoga nisbatan yuragingizda shubhalar bo'layotgan bo'lsa, bugun ko'rib, eshitayotganlar bilan gaplashing. Bugun sizni atrofingizda mahalliy jamoatingiz bilan do'st bo'ling. Mahalliy jamoatingizdagi bir qadriyat qilib oling, Isoni ulug'lash uchun, guvohlik bo'lishish uchun vaqt ajrating. Sizni hayotingizda qilayotgan bir ishni siz aytib berganingizda boshqa odam dalda oladi. Bo'lishing bir-biringiz bilan. Bo'lishaylik bir-birimiz bilan. Bir-birimizga dalda beramiz. Bir-birimiz uchun ibodat qilamiz. Ba'zida siz mahalliy jamoatingizga kelib o'tayotgan qiyinchiligingiz haqida gapirganingizda ham kimdir dalda oladi. Menga o'xshagan odamlar ham bor ekan deydi. Mana Iso Masihga keling. Iso Masihga kelib,
Isoga dardingizni ayting, muqaddas kalomga murojaat qiling va uchinchi narsamiz ko'rib eshitayotganlardan dalda oling. Mana bu yerda yana bitta narsa bor. Iso Masih Yahyoga bergan javobda o'liklar tirilmoqda deb aytdi. Mana bu Ishaya 35 yo'q edi. Iso Masih bu orqali aytayaptiki, men haqimda bashorat qilinganlari amalga oshyapti, bundan ziyoda ham bo'lyapti. O'liklar tirilmoqda. Undan keyingisi yo'qsillar xushxabarni eshitmoqda deb aytayapti. Rus tilidagi tarjimada aytgan nishshiy благовествует degan. Kambag'allar xushxabarni e'lon qilmoqdalar degan. E'tibor bering. Odatda xushxabarni, yaxshi xabarni kim tarqatadi atrofga? Yaxshi xabarni boylar tarqatadi-yu. Ular gapiradi-yu. Kambag'alni o'zini dardi o'ziga yetadi-yu. Lekin Iso Masih aytayapti, qaragin, o'zini dardidan yuqori bo'lgan bir maqsadni topib oldi odamlar. Ular endi kambag'allar xush xabarni va'z qilyaptilar deb aytdi. Ular o'zlarining dardidan, o'zlarining qiyinchiligidan ular ziyod bir sevgini, hayotidagi bir ma'noni topib oldilar deb aytayapti. Shuning uchun azizlar, bugun men bilmayman siz nimadan o'tayapsiz. Bugun siz Isoning oldiga keling. U bilan ochiq gaplashing. O'zingiz kela olmasangiz, birodaringizni uni oldiga yuboring. Muqaddas kalomga murojaat qiling. Guvohliklarni eshiting. Guvohliklarni eshitingda siz birodarlaringiz o'tgan yo'ldan dalda oling. Ko'rib eshitayotganlar bilan gaplashing. Va 4-chi narsa, agar Xudo sizni bir azobdan o'tishingizga, bir qiyinchilikdan o'tishingizga, bir narsadan o'tib sizni tarbiyalashni lozim ko'rgan bo'lsa, taqdiringiz bilan rozi bo'ling. Agar bu sizning ko'tarib o'tishingiz kerak bo'lgan xochingiz bo'ladigan bo'lsa, Rabbimiz uchun buni ko'taring. Rabbimiz uchun sabr qiling. Rabbimiz uchun rozi bo'ling hayotingiz bilan. Yahyo payg'ambar biz bilamiz, u zindondan ozod bo'lmaydi. 14-bobgacha u zindonda yotadi. 14-bobda uni boshini tanasidan judo qilishadi. Lekin Yahyo payg'ambar hozir shubha bilan murojaat qilgan bo'lsa, endi biz uning shubhasini eshitmaymiz. Endi biz mana bu 5-oyatda, 6-oyatda mendan yuz o'girmaganlar baxtlidir. Rus tilida aytayapti, "Блажен, кто ne соблазнится о мне" deyapti. Men haqimda vasvasaga tushmagan odam baxtlidir. Endi biz Yahyoni vasvasaga tushayotgan ahvolda ko'rmaymiz. Taqdiringiz bilan rozi bo'ling. Xudo maxsus yo'ldan sizni olib o'tyapti. Siz tushunmaysiz, nima bo'layotganligini bilmaysiz hayotingizda, lekin bu Xudoni ulug'lanishi uchun sabab bo'ladi. Rimliklar 8-bob 28-29-oyatlar bilan tugataman. Rimliklar 8-bob 28-29-oyatlar. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga, uning murodi bo'yicha da'vat qilinganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Biz bilamiz, Yahyo zindonda yotibdi, lekin bu uning hayotiga yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Ko'pchilik odam men pulsizligim yaxshilikka xizmat qiladi-da, pullik bo'lib ketaman. Kasalligim yaxshilikka xizmat qiladi-da, tuzalib ketaman. Kambag'alligim yaxshilikka xizmat qiladi-da, boyib ketaman deb o'ylaydi. Lekin Rimliklar 8-bob bu haqida aytmayapti. Rimliklar 8-bob 29-oyat yaxshilik nima ekanligini tushuntiradi. Zero Xudo ularni azaldan tanlab olgan edi. Mening o'g'limga o'xshab borsinlar deb oldindan belgilab qo'ygan edi. Bilasizmi, yaxshilik nimadan iborat? Yaxshilik azob uqubatlar orqali, qiyinchiliklar orqali siz ko'proq Iso Masihga o'xshagan bo'lasiz. Isoday sevadigan, Isoday sabrli, Isoday iymonli, Isoday ibodatchi, Isoday xizmat qiladigan, Isoday itoat qiladigan bo'lasiz.
Siz bilan men uchun eng katta yaxshilik bu Rabbimiz Isoga o'xshab borish. Rabbimiz Iso Masih bizda gavdalanib borish. Azizlar, Otamiz har birlaringizni marhamatlasin. Xudo nasib qilsa, 7-oyatdan 11-oyatgacha keyingi safar gaplashamiz.